Tomorqa rizq ro'z, daromad manbai, undan samarali va maqsadli foydalanish borasida viloyatimizning barcha hududlarida aniq choralar ko'rilyapti. Ayniqsa tumanlarda Sayxunobod tajribasi hayotga keng tatbiq etilib, tomorqa xo'jaliklari, bog'lar va ochiq yer maydonlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmoqda. Navbatdagi reportajimizda mavzu davom ettiriladi. Tumanda 60 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Mirishkor dehqon va tomorqachilar yer maydonlaridan unumli foydalangan holda yiliga 3 marotabadan hosil yetishtirib, oila byudjetiga katta foyda olib kirmoqdalar. Birgina Yog'du mahalla fuqarolar yig'inidagi Mamaraziqovlar oilasi 15 sotixlik tomorqasida makka jo'xori, pomidor yetishtirmoqda. Pishib yetilgan, ehtiyojdan ortgan mahsulotlar ichki bozorlarga peshma-pesh yetkazib beriladi. Xonadonda gulchilik ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Chorva hayvonlardan ham foyda yomon emas. Asosiysi oilaning bandligi tomorqada samarali yo'lga qo'yilgan. Tomorqa egasi o'tgan yili xarajatlardan tashqari 40 million so'mga yaqin sof foyda ko'rdi. Joriy yilda esa ushbu ko'rsatkichni yanada oshirish maqsad qilinyapti va shunga yarasha mehnat qilinmoqda. Bahordan ekamiz makkani. Buni olgandan keyin yana qayta makka ekamiz. Uzumlarimiz bor, hayvonlarimiz bor. Mash farzandlarimiz shunaqa qilib, mehnat qilib, uylab, joyli qilganmiz. Undan bag'iga ham nevaralarimiz hammalari bir jam bo'lib, hammamiz bir oila bo'lib mehnat qilamiz. Mehnatning orqasidan mana shu rohatlarni ko'rib o'tiramiz. Juda yaxshi hosil olamiz. Makkalarini hayvonlarga beramiz. Un qilib, atala qilib boqamiz. Albatta mana Makkadan keyin biz Teplisa qilmoqchimiz. Teplisadan ham bir yaxshi daromadlar olishlikning harakatidamiz. Omad ko'chasidagi Ortiqovlar xonadoni esa 8 sotixlik tomorqasida kartoshka, pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, makka jo'xori yetishtirmoqda. Oila meva, rezavor mahsulotlari, gulchilik sohasidan ham mo'may daromad ko'rmoqda. Parrandachilik, chorvachilik ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu bordagi ishlarni barcha xonadonlarda izchil yo'lga qo'yishda mahalla yetiligi xodimlari targ'ibot ishlarini kuchaytirmoqda. Shuningdek, fuqarolarga tomorqadan maqsadli va samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bermoqda. Bizni Yog'du mahallamiz chegara hudud hisoblanib, 690 ta xonadon, 3572 ta aholi, 820 ta xonadon bor. Bizning mahallamiz driverlari asosan baliqchilik, dehqonchilik, chorvachilik, qulupnaychilik bilan shug'ullanamiz. Maqsad unumli foydalanishni tartibga solish. Imkoniyatlarimiz yetarli, har bitta soha bo'yicha targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Xonadonlarga bosqichma-bosqich quyosh panellarini o'rnatib, quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Ayniqsa ayollarimizni tadbirkorlik yo'nalish bo'yicha yo'naltiryapmiz. Yoshlarimizni yo'naltiryapmiz. Uzoq muddatdan qaytgan migrantlarimizni joy-joyiga qo'yib, o'sha ish bilan ta'minlashda samarali yordam ko'rsatib borilyapti. Guvoh bo'lganingizdek, Uchqo'rg'on tumanida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholini sifatli va arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Maqsad Sayxunobod tajribasi asosida oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni jadallashtirish va bozorlarda narxlar barqarorligini ta'minlashdan iborat.